Bilasizmi, bolani ortiqcha o'rab qalin kiyintirib yuborish uni sovqotganidan ham xavfliroqdir. Ko'pchilik ota-onalar aynan shu xatoni qilishadi. Bolani haddan tashqari issiq kiydirishadi. Natijada bola tez terlaydi va tezroq sovqotadigan bo'lib qoladi va ko'proq kasal bo'ladi. Xo'sh, unda qanday qilib to'g'ri kiydirish kerak? Bolani to'g'ri kiyintirish uchun 3 qavat qoidasiga amal qilamiz. Birinchi qavat nafas oladigan ichki kiyim, ikkinchi qavat esa issiqlikni ushlab turuvchi, lekin terlatmaydigan kiyim, uchinchi qavat shamol va namlikdan himoya qiluvchi kiyim va albatta qo'lqop tanlayotganingizda ham barmoqlari yopiq qo'lqoplardan tanlang. Farzandingizni ishonchli, sifatli va hamyonbop narxlarda kiyintirishni xohlasangiz, Turkish Baby do'konida yangi tug'ilgan chaqaloqlardan tortib 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun har qanday ob-havoga mos sifatli kiyimlar mavjud. Eng muhimi, narxlari shunaqangi hamyonbopki, hatto bozorda yoki optimlarda ham bunaqa narxlarda topa olmaysiz. Albatta kelib ko'ring, farqni sezishingiz aniq. Bolalar kiyimini eng hamyonbop narxlarda sotib olish uchun Turkish Baby ga obuna bo'ling. Ishonchli, chiroyli va hamyonbop kiyimlar xohlaganlar uchun. Bolalarning rivojlanishi haqida har kuni foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling.